Soliha degani yaxshi ayol degani. Bugun solihalik libosini nima qilib foydalanyapti? Niqob qilib, o'zini yaxshi bolalariga, chunki deb ko'rgandek o'rangan ekan deydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun uzr, bitta gapim bor, undan lo'q bo'lmaylik ekanlar. Luqmon Hakimning gapini men bekorga qaytarib aytavermayman. Hali bitta gap o'tgan jumada gapirilgan gap bo'lsa, bu juma ham nima gapiryapti demang. Siz eshitib qo'yingda ishim bor. Luqmon Hakim nima deganlar? Bitta ikkita ko'rinadigan amaliga aldanib qolma deganlar. U ro'molning ichida, hijobning ichida kim ekin? Kim u? Kim u? Hali prikollar bekorga chiqqan yo'q. Sizlarda or, nomus, vijdon bormi? Ha, erga tegyapsizmi deydi-ku. Bekorga aytilmayapti bu gaplar. Bugun erga tegish yoshiga kelganda sekin ibo hayo uyatni yoqib olyapti. O'zi undan oldin ko'rsiz umuman